Folbinlikning zararlaridan bittasi, eng katta zarar iymoniga xatar bor deydi. Folbinni tasdiq qilib, folbinga ishonavergan odam bo'ldi, iymondan ayrilib qoladi deydi. Nimaga desa, chunki Allohga ishonmayapti u deydi. Allohga ishonmasa unga ishonyapti deydi. Shuning uchun biz ko'proq ayollarda bor bu narsalar. Bir narsalar qilib yuradi. Men shaxsan o'zim qulog'imda eshitdim. Necha og'irroq bo'lsa ham shuni 1 yil oldin eshitganim. Jumalarda juda ko'p qiynaldim. Shuni aytaymi deb aytolmay yurdim, lekin joy kelganda aytay shuni hozir. U nima desangiz, ona bilan qizni suhbati. Ona qiziga aytayaptiki, eringni ertamangi nonushtasiga, choyiga axlatingdan ichqizib tur, deyapti. Shunda ering sendan ketib qolmaydi, deyapti. Astag'firullah, inna kaydakunna azim deydi Xudo ayollarga. Sizlarda makr hiylalaring juda ham zo'r. Bu degani yaxshi ma'noda emas bu. Zo'r urushqoq deydi-ku, zo'r shirin ekan deydi, bu shu ma'noda bu. Zo'r yomon degani bu. Ayollar makr hiylasini aytadi. Bu narsa bor ekanki, gaplashganda bular, to'g'rimi? Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Bekorga aytmagan. Dada 3 ta o'g'il kelib, rahmat sizga. Qatta bo'lsa, hamma rahmat aytayapti bizga. Biz yaxshi bola bo'lganligimiz uchun desa, dada aytgan ekan, "Ey, rahmatni menga aytma, onangga ayt. Men uylanayotganimda sizlarga zo'r ona tanlaganman. Men bas, onang sizlarni zo'r qildi" degan. Ayol, ona. Ayol bu madrasada bu. Qachon anoningni yo'qotasan degan ham ona. Buni ham suhbatni eshitganman. Qiziga nikohlab bergan kuyovini aytayapti, qachon anoningni yo'qotasan deyapti. Yigiting kutib turibdi seni deyapti. Seni olar ekan deyapti. Shu o'zbek qalbida iymoni bor, hech bo'lmaganda yer qimirlasa la ilaha illalloh deydigan ayolning gapi. Sir emas bugun biz yoshlarimizda nimalardan xavf qilayotganligimiz. Bugun yoshlarimizni jinsiy buzuqlikda xavf qilyapmiz. Bugun yoshlarimizni internet olamida uyatsiz, fahsh narsalarni bemalol ko'rishlik natijasida jinsiy buzuqlik degan narsa bizni xavotirga solayotgan. Ikkinchisi, bu virtual olam, internet olamida bemalol xohlagan odamini, xohlagan narsasini eshitib ko'ra olishlik imkoniyati bo'lganligi uchun bugun aqidada biz yoshlardan xavotir olyapmiz. Diniy sohada biz yoshlarimizdan xavotir olyapmiz. Yoshlarimizda nima fikr, nima g'oya, nima aqida qarqarab ketyapti, kimi eshityapti, kimga savol beryapti, kimi tinglayapti. Chunki meni internetim, meni telefonimni siz bilmaysiz. Sizni internetingiz, sizni telefoningizni men bilmayman. Lekin chetdagi otalar, akalar, amakilar, tog'alar shunday telefonni yig'ishtirib bakahammi. Yonimda ochasan blogini. Kir YouTube'ga kirsangiz, bilmaganlar bilib olsin. Nimani ko'p ko'rgan bo'lsa, o'sha narsalar birinchi chiqib turadi. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Ko'proq 50 yoshdan tepalaring tushunmaysizlar bu internetda. Men alohida bilsalaring iloji bo'lsa har hayt gapiraman. Biladigan yoshroq 30, 25, 40 yashar chaqirsangiz, Instagramda ham tushunadi, Odnoklassnikda ham tushunadi, telefonda ichidagi papkalarda ham tushunadi, YouTube'da ham tushunadi, Tango'da ham tushunadi, Telegramda ham tushunadi. Xullas, internet olamidan qandoq nimalar bilan foydalanishni biladigan o'g'lingizmi, jiyaningizmi chaqirib, balki ham men telefonni ber. Kim bilan nima muloqot qilyapsan? Kim bilan ham tovoqsan? Ko'rayotgan bo'lsang nima ko'ryapsan? Nimaga bu yalang'ochni o'ngga tushishini ko'rding? Nimaga sen o'zingni vataningni, millatingni, o'zingni domlingni, o'zingni podshoyingni, o'zingni viloyatingdagi palonni bir boshliqni yomonlab fitna qilganda nimasini eshitasan? Nima foydaga erishasan? Bugun kimlarnidir yomon qilib ko'rsatib, tarqatib, biz xalqni shu rahbarlarga nisbatan dushman qilib, yomon qilib ko'rsatish. Maqsadi shu bular. Bugun itoat degan narsani yo'qotish bugun. Ko'zni ochaylik azizlar. Dunyo qarashni kengaytiraylik. Bolalarimizni tarbiyasini qatiraylik. Shu yoshda bolamga telefon kerakmi? Savol. Birinchi savolning javobini topaylik. O'ylanaylik. Yo'q, kerak emas. Qo'y telefonni. Yo'q, kerak. Nimaga kerak? Ikkinchi savol. Nimaga kerak? Ha, endi tezroq kelib chaqiraman. Ha, bo'ldi. Unga internet kerak emas. Ma, 55 ming so'mlik telefon. Shu ham yetadi. Yo'q, internet kerak. Nimaga kerak? Bolam internetda o'zini boshqara oladimi?
Bugun unda ichki shunaqangi immunitet bormi? O'zini g'oya bilan kurasha oladigan kuch bormi buni ichida? Uyatsiz narsani ko'rmasdan o'tkazib yuboradimi? Buni adashtiradigan, qanaqadir aqidasini aynitadigan bitta masala chiqsa, shuni eshitmasdan o'tkazib yuborib yo udalit qilib o'tib keta oladimi? Yo'q, unda bermang bolangizga. Chunki bugun biz yoshlarimiz agar yomonlikqa qarshi kurashadigan ichidagi bir immunitetni, fikrni, g'oyani, bilimni agar bolamizga bermagan bo'lsak, bolamizga internetni bermaydi. Chunki bolamiz bugun bo'lmasa ertaga ayniydi. Sabab internetdan bori yana 30% holatda yo 40% holatda endi yaxshilik bilan foydalanayotgan bo'lsa, butun o'sha blogerlar deydi, saytdan foydalanayotganlar deydi. Lekin 50 dan ko'p foiz holatda yomon holatdan foydalanyapti, Xudo saqlasin. Hozirgi mavzuyimiz bir-birlariga kuykanaylik qilmanglar dedilar. Nimada desa, umuman kuykanaylik har xil bo'ladi. Mansabga kuykanaylik bo'ladi, pulga kuykanay bo'ladi, kuchga, obro'ga, chiroyga. Umuman shu bitta oilada yashaydiganlar bo'lsa, go'yoda ikkita kelin, uchta kelin yashaydi, yo ba'zi bir oilalarda. Buni qiziga sovchi kelmayotganligi uchun, buni qiziga sovchi kelaversa, o'sinini qiziga sovchi kelaversa, bu qizni buzuq qiz bu qiz, mayta payta buzilib qolgan deb turib, kuyganidan, hasad qilganidan, nimaga meni qizimga kelmaydi-yu, buni qiziga sovchi keladi turib, yo'q, meni qizim tegmayapti, buni ham qizi tegmaydi deb turib, tuppa-tuzuk hech qanaqangi bir bunaqangi yomon tomonlama buzilmagan qizni, buzilgan qizim nom chiqarib yuboryapti. Bitta oilada bo'layotgan ish shu ish. Chunki nima maslahat berasiz, shunga kelishyapti. Deganim azizlar, shuning uchun biz erkaklar uydagi ayollarimiz, kelinlarimizni nazoratini sal jiddiyroq, kelinlarning munosabati nima? Biz uydaligimizda bir-biriga bo'layotgan munosabat chiroyli bo'laverar. Bizdan keyin nima bo'lyapti? Ahvolot nima bo'lyapti? Yosh kattalar bo'lsalar, kelini borlar bo'lsa, xotinimiz bilan kelinlarning munosabati qanaqa? Agar bularni jiddiy qaramaydigan bo'lsak, bir-biriga hasad qilganidan o'siniga nisbatan folbinga borayotganlar chiqyapti. Nimaga desa, uni eri zo'r topib, zo'r yashar ekan, shuni oilasini buzdiraman deb turib, folbinga borib sehr qilayotganlar bor ekan. Ushab oldim ustida nima qilay deyapti. Ushab oldim deyapti. Endi o'sha folbin Xudodan qo'rqmaydigan, o'sha yomon insonlarni o'sha bergan qanaqadir bir narsalarni tukkan, bir narsalar qilganlarni uyga olib kirib, qo'yayotgan joyda ushab olgan o'sin. Bu ham nimadan kelib chiqyapti? O'sha o'sinini hayotiga hasad qilyapti, kuykanaylik qilyapti, yonyapti. Xo'p, o'sha narsani tashab ketayotgan o'sha kelinni, o'sinni eri qarayapti shuni. Eri bilmadimi shuni? Ukasini, xotinini, oilasini buzmoqchi-ku bu. Qaynota qarayapti, qayna qarayapti. O'sha turmushga o'sha qizni turmushga chiqargan dadasi bor, akasi bor. Bular qarayapti. Kim nazorat qiladi bular? Siz o'zingizni oilangizni, men o'zim oilamni nazorat qilaylik. Bunaqada oilalarda buzilish sonini bir mahallangizdagi o'sha raisga kirib biz hududimizda o'tganini nechta edi, bu yil nechta edi bir qiziqib so'rab ko'ring. Familiyotini, adresini aytmasa hech bo'lmasa sonini aytsin. Ba'zi gaplarimizni kimdirlar haligi noto'g'ri tushunyapti. Kirib olib masjidda o'tiraversa kim qaraydi bu ishlar? Chunki Xudo jumani o'qib tur chiq degan. Bor chiq tirikchiligini qilding, o'tiraverma degan. Bitta o'tiraversak xotinimizga kim kir mashinani olib beradi? Bitta o'tiraversak kim ota-onamizga pitovka olib beradi? Mana hozir shu joy shuna payti. Qani ota-onamiz salqin joyga pitovka olib sanatoriyaga bir dam olish joyga tashab kelsak, bunga pul kerakmi? Pul kerak. Jaynamoz ustida o'tiraverganimizda pul kelib qolmaydi. Hamma yo'lda o'zini vaqti bor. Bomdod peshini asr shom xufton o'qing, duolarni qiling, chiqing, ishlang, pul toping, o'tiravermang. Men bu gapda alohida to'xtalib aytishimiz sababi, uyda xotini kasal, dori beringmi, o'lib qolaman, hali endi gap bor, o'lib qolaman degan. O'lib qolamansa, Xudo shifo beradi. Odam kallani ishlatish kerak. Ha bo'lmasam chanqab o'layotganingda suv desin o'shana bolani uyga qamab suv bermaylikda shu issiqlik kunida. Suv deganda o'ziga bo'ldi, Xudo chanqog'ini qoldiradi deyinda, nimadir ekan? Bu dunyo sababiyot dunyosi. Rasululloh alayhisalom kasalliklarni davolaylar dedilarmi? Davolab qo'yish kerak. Keliniga zulm o'tkazayotgan qaynata bir Xudo uchun, Xudodan qo'rqib bir o'ylab ko'r, senga kim qarayapti? Qizingmi yo keliningmi? Savol senga. Turmushga chiqib ketayotgan, turmushga chiqib bo'lgan, lekin kelib akasini, ukasini hayotiga aralashib, kelinlarni ko'ylab, fitna qilib, zulm o'tkazayotgan, Xudodan qo'rqmaydigan urg'ochi shayton qayna singillar shuni yetkazib qo'yinglar. Ukasini, akasini kelib olib, xotinini ko'ylab, fitna qilib, bizda nima emish? Er-xotin bir-birini yaxshi ko'rib,
endi bor gaplarda endi gapirib tashaveraylik. Er-xotin bir-birini yaxshi ko'rib, romantiklik, chiroyli yashab yursa, ha desa, o'g'lim yo ukam yo akam xotinni chotiga kirib ketgan. Voy, ahmaq, nima qilsin u? Xotinni urib, zulm qilib ko'chadagi bitta manjalaqa bilan o'ynatsinmi? Shuning uchun qayna-qaynatalar, uylagan o'g'limizni xotini bilan qanaqadir jicha bir bemalol gaplashadigan, kulishadigan sharoit qilib berishga harakatni qiling. Nimaga bolalarimiz tug'ilgandan keyin ham osmukol bilan tug'ilyapti qorinda? Sabab o'sha er-xotin bemalol er-xotin bo'lmagan, qo'qib er-xotin bo'lgan. Jomda ovozi eshitilmasin, paqirda ovozi eshitilmasin. Shu bilan er-xotin bo'lgan. Shuning uchun bolasi ham kasal va nogiron, aka ovqatni yedirmaydi o'sha qayna-qaynatalar, ajdaholar, olti kallali. Hasan keliningga sog'lom, ota-onadan sog'lom bola dunyoga keladi. U endi sen o'zingni jig'ildoningga yekkan bo'lsang, u homilador kelining, xotining endi ikki kishi uchun yeyish kerak bu. Qonnidagi bolaga nima vitamin kerak bo'lsa, Xudoning qudrati bilan Alloh o'sha onaga o'shani ishtaha qilib qo'yadi. Chunki o'tirganingizda 7 uxlab tushingizga kirmagan narsani yeyman deb turib oladi. U erkalik yoki boshqa narsa emas, o'shani olib kelib bering. Qonnidagi bolaga shu vitamin zaril shu. Keliniga birortasini o'g'li hozir biror narsa olib kirib ketayotgan bilib qolsinda, bo'ldi tamom, voydod, davlenni ham o'lyapman, qolyapman, o'g'lim meni kechib tashadi. U kechgan yo'q, hurmatli ona, bu kechgan yo'q u. Sizni xizmatingizni qilayotgan keliningizni bu degani xotinini yaxshi ko'ryapti u. Ko'chadagi bitta fohishaga olib bormayapti o'sha xarajatni. Siz shikolat yeb davleningiz chiqib o'lib qolsangiz, endi xotini shikolat yegisi kelibdi, nima qiladi endi? Sizni hurmatingizni qilib bekitib olib kirib ketadi endi u. Mana ona shikolat keliningizga desin, bayka deydi. Deydimi? Deydi. Endi nima qiladi? Bekitadi endi u. Siz bananni yaxshi ko'rmasangiz, keliningiz yaxshi ko'radi. Bekitib olib kiradi endi u. Nima qilsin endi u? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Bu hayotimizdagi achchiq va og'riq nuqtalarimiz bu. Endi yana o tepadagi gap, sodda tilda qilib gapirib qo'yapmiz. Endi ba'zi birlar masala ham, bali endi nima deydi? Har xil odam bor ekan, masalalar ham ajoyib bo'lib ketyapti. Endi masala shuda endi. Mana birorta hamma gapi mana siz fitna qilib aqabaqa olib borib, birovlarga eshittiraman deyman. Menda o'zimda originali bor. Kim so'rasa beraman men. Mana menda originali bor. Sabab falon jumada mana gap gapirib olibsiz desa, mana meni dalilim shu bo'ladi. Siz o'shaqa fitnachiga ishonmasam, telefondagi zapisga ishonaman men. O'shaning uchun zapis qiladigan bo'lib qolganman 2 marta qoqinganimdan keyin. Qonunga ham, shariatga ham zid gapirmayman inshaalloh. Xudo aqlimdan qoldirmasin. Xudo xolasa ilohim chalinmaylik, duo qilib turinglar. O'zbekiston Respublikasining qonuniga va islom diniga zid gap gapirmayman men batta Xudo xolasa. Inshaalloh. Aqlimdan toyinmay Xudo xolasa. Endi sizga yoqmaydigan, masalan, o'sha shuna qaynatalar bor-da. Sizga yoqmaydigan gap gapirsa, endi masala yomon bo'ldi. Sanga yomon bo'ldi o'sha. Sen o'shnaqaliging uchun. Eng hozirgi bizni o'yiga sho'ng'itadigan eng yomon holatlardan biri ota-ona o'zini bolasini oilasini buzyapti. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qo'yvor deyapti. Shunaqangi otalar bor ekan, o'zlaricha o'kishim, nima deydi buni? Krutoy dillarmi, zo'rmilar o'kishim bilmayman. O'g'lini uylab qo'yib, o'g'lini har bitta ishiga aralashadi. Nimaga xotining uyiga ketdi? Nimaga ketadi? Dadasini ko'rgani boradi. Futbol o'ynagani boramidi u? Onasini ko'rgani ketdi u. Ani ko'ynakni qatdan oldi. Ha, dada, ko'ynak kerak ekan olib berdim. Sen nima mendan so'ramading? Shu yerda o'tirgan otalar, shu yerda yo'q bo'lib turib, eshitasiz xudo xolasa bu gaplarni. O'shuna otalar o'zicha. Siz u bolaga xo'jayinchilik deganda uni chegarasi bor, uni me'yori bo'ladi uni. Me'yordan o'tsangiz gunohkor bo'lasiz. O'g'ilni uyladingmi, uni xotinimi, o'libdi xotiniga xo'jayinchilik qila olmas. Xotini bilan, masalan, o'tgan juma aytdimmikin, o'sha qiz yosh 18, 19, 20, 22 xullas va hokazo. Shu yoshdagi bittasi qizini bizni o'g'limizga berdi. Bu o'sha qiz eri bilan bir qanaqadir xursand bo'lib yashagisi keladimi? Ahmoq onalar ko'payib ketdi. U nima desalaring, o'g'lini qizg'anib, kelinini oldiga kirgizmas ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Shu ko'payib ketib qoldi shu. Bechora kelin kulishalmasa, hazillashalmasa, o'ynashalmasa, erkalalmasa, bu 7 oyda jinni bo'ladi bu. Qaltirab, qo'lida chini ham tushib ketadigan bo'ladi. Nimaga ayollarga erga teg, erkaklarga uylandi, nimaga aytdi desa, chunki Alloh shuni yaratgan erkak ayolni. Ayol ersiz, ayolsiz hayotda yasha olmaydi. Muhtoj bir-biriga. Bizda nima bo'lyapti? O'g'li nomiga uylab qo'yapti. Kelin bilan agar o'g'li
qanaqadir chicha chiroyli munosabat bo'lsa, onani qovog'idan qor yog'adi. Ona yaxshi dam oldingizmi desa, ha ham demaydi. Mana shunday qovoq sog'liq. Nimaga desa, chunki romdan ko'rib qoldida, aynidan kelini bilan o'g'li o'ynashayotganini ko'rib qoldi. Nima qilsin? Kelin qo'shnini o'g'li bilan chiqib o'ynashib ketsinmi? Shumi? Ana ko'ryapsizmi? Oilalarda kim buzyapti? Nabarot, o'sha ona aytsin, dada aytsin. O'g'lim, bu yosh kelin meni. Necha marta gul olib kelding xotiningga? Ha, yo'q, olib kelganim yo'q. Necha marta padarka berding? Ha, yo'q, padarka berganim yo'q. Necha marta biror joyga borib o'ynatib kelding? Ha, yo'q, o'ynatganim yo'q. Kim bunga padarka beradi? Sinfdoshi beradimi padarkani? Kim buni o'ynatadi? Kim buni erkalatadi? Kim bunga shirin so'z so'zlaydi? Kim? Savol mana, kim? Dinda bor narsa bu. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Hatto payg'ambarimiz alayhissalomdan so'rashgan, ey Rasululloh, ayollardan kimni yaxshi ko'rasiz deganda, xotinim Oyshani yaxshi ko'raman deganlar. Hatto yaxshi ko'rishlarini oshkor qilib aytdilar va aytdilarki, alhamdulillah dedilar. Oyshani yaxshi ko'rishni Xudo menga nasib qildi dedilar. Shunga hamd sano aytaman dedilar. Bu degani nima degani? O'g'li borlar. O'g'lingiz sizni keliningiz bu degani xotinini yaxshi ko'rsa, 2 rakat namoz o'qib alhamdulillah. Mani o'g'lim xotinini yaxshi ko'rdi. Agar yaxshi ko'rmaganda ko'chadagi bir yomon bilan yurardi shu o'g'limni, 2 rakat namoz o'qib hamd sano ayting qovoq savolishdi o'rniga. Yo'ngi qizi borlar. Erini yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, voy men tezroq uyga ketay. Hozir ani kishim xo'jayinim keladilar, ovqat qilib turay desa, duo qiling. Alhamdulillah qizimiz turmushga bergan o'sha kuyovimizni yaxshi ko'ryapti ekan u. Bu degani uni oilasi qo'sha qariydi degani bu degani. Rasululloh alayhisolam hadislar bor. Yomon insonning belgisi og'zi uyatsiz bo'ladi deganlar. So'kinmang shuning uchun. Umuman so'kinmang. Bu yaxshi narsa emas, sabab og'izlaringni toza tutinglar, chunki bu Qur'on yo'lidir dedilar. Shuning uchun nos chekma, sigaret chekma deydi. Chunki Alloh degan so'z og'izdan chiqadi. Inna a'toyna qatdan chiqadi, qulog'ingizdan chiqmaydi, og'zingizdan chiqadi. La ilaha illalloh og'izdan chiqadi. Hozir la ilaha illalloh desak, aka chiqib turib birovning onasidan kelib so'kinib tursak, nima bu? G'irt munofiq mashi bo'ladi. Munofiq deb shuni aytadi. Telefonida Qur'on ham bor, masala ham bor, yalang'och ham bor, muzika ham bor, hamma yo'q bor. O'pshi. Munofiq shuna bo'ladi-da. Qayerga borsa o'sha rolda o'ynaveradi. Rol o'ynaydigan bo'ladi munofiq. 200lama bo'ladi. Maskasi 2 ta bo'ladi. Bu yaxshi emas bu. Shuning uchun yigitlar o'yg'oninglar, yosh bola basinglar. Yosh bola bas bo'lganliklaring uchun men o'rtoqlarim uylanyapti. Yosh bola deb turib cho'g'da, shu kuraychada cho'g'da olib kelib usha desa, usha o'zi shuni yosh bola deydi. Ha bugun ajratyapsiz-ku. Qo'qonni tuflisini kiymayman, moni kiyaman. Juda ajratyapsiz-ku. Endi amallarda ham yaxshi yomonga ajratishni o'rganinglar endi. Acha hazil huzul bachkana qiliqlaring bor-ku. Endi sizlarga gapiraman-da. Acha hazil huzullaring, bachkana qiliqlaring sizlarni katta odamliklaring his qildirmayapti. Bachkana qiliqlaring to'liyapti. Hazil huzullaring to'liyapti. O'g'il bola ha deb tirjayvermaydi o'g'il bola. O'g'il bola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam viqorlik bo'lganlar. Viqorda seryozni odam bo'lganlar. O'g'il bolaga haybat beriladi. Haybat degani ko'rinmas kuch. Tog'a bo'lamiz, amaki bo'lamiz, dada bo'lamiz, opoqi bo'lamiz, er bo'lamiz, shularda haybati bo'lishi kerak. Xotinning oldida erda haybati bo'lishi kerak. Bolaning oldida dadani haybati bo'lishi kerak. Jiyanlarning oldida amaki, tog'ani haybati bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'sha haybatni ketkazadigan narsa o'sha ha deb kulaverish va bachkana qiliqlar. Bir o'zlaring o'tirishlaringni bir yaxshincha videoga olib, bir o'sha gruppalarga tashlab, ahvolimizni qaranglar bolalar deydi. Oshga osh yegani borasizlar. Gaplashib, hol-ahvol so'rab, bitta biznes qilaylik, bir 3 kishi kelib, bitta zavod quraylik, bir 2000 ta odam ishlaydigan. Buna gaplar yo'q. Oldi qochdi, qadigi yo'q kulgilar, bo'lmagan bir qadi bir yo'q gaplar, shunaqangi holat. Shuning uchun nima deydi? Alaykum bimuljasatil ulama deganlar. O'sha ahli ilm, olimlar bilan ko'p o'tiringlar va ularning nasihatlarini ko'p eshitinglar deganlar. Yo kitob o'qing, yo kitob o'qiganga quloq soling. Sizga ma'ni aka deysizmi, domla deysizmi, sizga shu akalik maslahatim. Dinimiz bu nasihat. Eshiting, nasihat ko'p eshiting. Mana maktabda bitirdilaring, katta bolalar bo'ldilaring, mana juma bepul. Boring eshiting juma. Bepul masalan. Boring eshiting, tingling, amal qiling. Mana hozir so'kinishli yomonlik haqida gapirildimi? Iymon bilan va labz bilan ey Alloh bo'ldi.
o'zga o'z so'z bering, men so'kinmayman, bo'ldi, tamom. Yolg'on yomonmi? Bo'ldi, Alloh, men yolg'on gapirmayman, bo'ldi, tamom. Bomdodga uxlab qolyapsizmi? Endi uxlamayman. Boshqaring, masalan, Shahardan ketayotib yo safarga ketayotib, safarga uxlab qolmayapsiz-ku? Nima bomdodga uxlab qolasiz? Bir ota aytgan ekan. Bolalarim, agar men bomdodga turmagan kunim bilinglar, men o'lgan kunim bo'ladi degan ekan. Shu darajada mahkam odam bo'lgan ekan. Xudo Qur'onda mu'minlarni maqtaganda Mo'minun surasida aytadiki, ular namozlarni o'z vaqtida o'qiydilar deydi. Xudo maqtaydi bunday odamlar. Ular Firdavs jannatiga merosxo'rdirlar deydi ular. Mana shu narsaga e'tibor bersak, inshaalloh dunyomiz ham oxiratimiz ham chiroyli bo'ladi. Shu hafta shu haqida shikoyat ko'paydi menga. Ya'ni oq kiyib qo'yilgan yo qizni yo kuyovni o'sha kelin kuyov tomonga borib yomonlash ko'payib qopti. Shu odam shu yerda o'tiribdi demaydi birov, to'g'ri. Birovdan yomon gumon qilib bo'lmaydi. Lekin shuncha odamning ichida shuna odam yo'q ham deb bo'lmaydi-da. Ko'proq buni ayollarimizga ham yetkazib qo'yaylik. Allohdan qo'rqaylik har bitta ishda. Cho'ntagimiz zarar ko'rishidan qo'rqmaylik azizlar. Yoki yana nima? Ha desa shu gapni gapirsam men tuhmatga qolib ketaman deb, mayli tuhmatdan ham qo'rqmang. Lekin Allohdan qo'rqaylik. Bir odamni tuppa-tuzuk o'g'lini, kuyov qilsa bo'ladigan o'g'lini yomonlab, unga birovni qizini bermaydigan qilib qo'ymang. Yoki birovni qizini yomonlab, kelgan sovchilarga yomonlab, uni uyiga sovchi kelmaydigan qilib qo'ymang. Allohdan qo'rqing. Shundaylar. Qo'rqing Xudodan. Qizingiz o'g'lingizni uylab chiqarib bo'lgan bo'lsa, hali nabirangiz bor hali. Yo'q, meni nabiram ham yo'q, qaytar dunyo yo'q menda. Chiqaradigan qizim, uylaydigan o'g'lim qolmadi. Siz hali qiyomat bor-ku hali. Qiyomat bor-ku. Firibgarlardan bittasi mana hozirgi kunlarda go'yoda televizorlarda ko'rib qolyapmiz, internetlarda ko'ryapmiz, birovlardan pul olib, nimadirlarni va'da berib, masalan, kimdirlar hajga ham pora olar ekan. Xudodan qo'rqmaydiganlar. Haj ishi, hajingizni bitkazib beraman, sizga yer olib beraman, yo Koreyaga jo'nataman, palon qilaman, po'kun qilaman deb pullarni olib, bu degani pora olib, shu ishlarni bitirmasdan sharmandasi chiqib, ishdan bo'shab, qamalib bir narsalar bo'lyapti. Dinimiz islom pora olishni harom qildi va berishni ham harom qildi azizlar. Endi pora degan masalasini ham endi bir to'xtataylik endi. Bu pora jamiyatda bulg'aydigan ishlardan bittasi bu. Pora berish hozir oddiy qolib qoldi. 500 beni ishingiz bitadi desa, bo'pti deb, kerak bo'lsa do'ppilarni kiygan, joqqa soqollarni qo'ygan ham 500 ni beryapti. Men shu ishimni bitirib bering, mayli shu mahallaning yarmini menga olib berar ekan deb. Ha desa, mana deydi, dokument. U dokumentni qiyomatda do'zaxga kerak bo'lsa yoqilg'i qilib beradi Xudo sizga, do'zaxga. Birovlarning haqqini yeb, o'ziga o'zlashtirib oladigan bo'lsak. Shuning uchun biz azizlar, musulmonmizmi? Ha, musulmonmiz. Musulmon inson faqat o'zini o'ylamaydi. Yonidagini o'ylaydi, qo'shnisini o'ylaydi, o'rtog'ini o'ylaydi, oilasini o'ylaydi. Faqat o'zini o'ylab ish qilmaydi musulmon odam. Faqat o'zini o'ylab ish qiladigan musulmonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmon emas dedilar. O'zini o'ylab devor uradigan, o'zini o'ylab uyini ko'taradigan, o'zini o'ylab uyiga suv olib kelaman deb odamlarni uyini zaklatib, odamlarni uyini og'anaydigan darajada ariq ochib keladi. Ha, siz suv qo'yaman deydi. Ha, undan suv qo'yib uyda dehqonchilik qilgandan o'sha uyimizga yetdi gazon sepib, ariqda suv sepib turaveraylik paqirda. Kerak emas o'sha dehqonchilik. Birovlarga zarar bilan, zulm bilan odamlarni xafa qilib keladigan pulni Xudoning o'sha oyatiga tushadi o'sha. La ta'kulu amvalakum baynakum bil batil. O'sha oralaringda mol mulklaringni botil, yomon yo'l bilan yemanglar deganga mana shu ham kiradi mana shu narsa. Ha, bugun nima bo'ldi bugun biz? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Odatda inson shunaqada bir inson ajoyib bir mavjudot bizda, ham murakkab o'zimizga yarasha bir mavjudot biz, lekin odatda men bir ishni qilib yurdim, men bu ishni kim yomonlasa, kim shu ishni to'xtatish harakatini qilsa, men uni yomon ko'raman odatda. Nimaga? Chunki siz bilan meni shuna bo'lib ketdik, ichimizdagi ruhimiz, rahmonimiz,
qalbimiz iymonimizdan ko'ra nafsimiz, havoyimiz baland bo'lib ketib qoldi. To'xta, xo'p, bu men qilayotgan ishimni yomonladi shu. Qattadir, yo mana shuni masaladami, yo bitta yig'ilishdami, maylisdami? To'xta, haqiqatan men noto'g'ri ish qilayotgandim. Endi shu noto'g'ri ishni bu odam noto'g'ri deb gapirdi. Endi men nimaga buni yomon ko'raman? Nimaga endi men buni orqasidan tosh otaman deb odam vijdoniga ham quloq solish kerak. Quloq solish kerak. Shunda biz musulmon bo'lamiz. Qalbni o'ldiradigan narsa bekordan bekor odamlar bilan aralashib yurish. Foydasiz. Nimaga o'tiribsizlar albatta desa, maqsad yo'q. O'zimiz o'tiribmiz. Nimaga o'tiradi? O'tiradi. Qo'shni yangi mashina minib o'tib ketsa, ikkinchi odam o'tgangacha o'shani g'iybat qilib g'ajishadi. Ikkinchi odam to'xtasa, u tema to'xtaydi. Bo'ldi, u haqida ketadi. Qo'shni keliniga qaraydi, xotiniga qaraydi, qiziga qaraydi. O'sha yerda o'tirib, cho'ntagida nosdan boshqa hech nima yo'q, pul yo'q, hech nima yo'q. Dunyoning ishini xalq tashishadi ular. Juda o'zlarini umniy deb biladi ular. Bu bunaqa deydi. O'ziga bitta dokumenti berdim, men bitirib keling desangiz, qayerga borishni bilmaydi aqalli hattoki. Qaysi idoraga borishni bilmaydi. O'sha yerda o'tirib butun dunyoning ishini xalq tashishadi. Narx-navolarni o'ngga chapga qilib tashishadi. Nimaga dollar qimmat bo'lganini ham biladi ular, eng qizig'i. Hatto buni juda katta respublikada o'tirgan iqtisodchilar zo'rg'a biladigan masalani o'shalar biladi, eng qizig'i. O'sha stolda o'tirib dunyoning ishini olib tashlaydi. Bunday odamlarni ahmoqlar deydi. Aqllilar demaydi bundaylar. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Biz shunday bo'lishimiz kerakki, biz degani biz inson zoti shunday bo'lishimiz kerakki, Rasululloh alayhissalom odamlarga manfaati, foydasi tegadigan ummatim meni yaxshi ummatim dedilar. Bo'ldi, tamom. Meni nima manfaatim tegyapti? Kimga? Millatimga, kimga? Vatanimga, kimga? Mahallamga, kimga? Dinimga, qo'shnimga, akamga, ukamga. Shuncha Rasululloh alayhissalom aytdilarki, amallarda eng zo'ri nima dedilar? Rasululloh alayhissalom o'sha yerda namoz, haj, roza desalar bo'larmidi? Bo'lardi. Lekin nima demadilar-ku? Rasululloh alayhissalom aytdilarki, amallarda eng zo'ri dedilar. Bitta mo'minning qalbiga xursandchilik kiritish amalda zo'ri dedilar. Bu hadisda nima ma'lum bo'lyapti? Namoz o'zimiz uchun foyda. Siz namozingizdan menga foyda yo'q. Meni hajimdan sizga foyda yo'q. Siz zakotingizdan qo'shningizga foyda yo'q. Bu degani haj, roza bu o'zimizning manfaatimiz bu. Bizning savobimiz. Biz jannatga kiramiz u bilan. Endi Rasululloh alayhissalom o'sha idxolus surur dedilar. Xursandchilikni bir mo'minning qalbiga kiritishlikda eng zo'r amal dedilarmi? Bu hadisdan nima ma'lum bo'ladi? Birovlarni o'ylab qilingan ish, birovlarning foydasini o'ylab qilingan ish islomda eng yuksak ish hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Birovlarda o'ylab qilingan ish, ya'ni birovlar riyo demoqchi emasman men. Birovlarda manfaatini o'ylab qilingan ish o'zimizni bas, o'zimizni emas. Boshqalarda o'ylangan narsa eng ulug' ish. Bugun alhamdulillah zo'r yashayapmiz. Qo'pol qilib aytganda, ko'ram ko'radigan darajada zo'r yashayapmiz. To'q biz alhamdulillah, tinch biz alhamdulillah. Pul topamiz desak, sharoit bor. Ibodat qilamiz desak, sharoit bor. Ilm olamiz desak, sharoit bor. Bor, hammasi bor. Bugun biz dangasa bo'lmasak, hamma ish qilsa bo'ladigan darajada alhamdulillah yaxshi yashayapmiz. Bugun biz ummat to'q bo'ldik, boy bo'ldik. O'sha hayotdan nolayotganda ham uyga kirsangiz, nimadir yemishi bor yoki yemishi yo'qligiga sabab o'zi. Dangasa, ish yoqmas. Bitta joyga borib ish buyursa kibr qiladi. Ishi yo'q, uyda xarajati yo'q bolani men o'sha sotuvchi boladan aytganligi uchun aytayapman. Ishi yo'q uyda yotgan qo'shnimni ishga olib chiqib ketdim. Uyda xarajati yo'qligidan janjal boshlanadi. Men ishga olib chiqib ketdim. 700 minglik oylikni 1 million qilib beraman dedim. Yordamim ham ichida niyat qildim. Bir payt do'konda ichlardagi changlarni artish, tozalashlarni buyursam, aka nima deyapsiz? Men poli uchib asman sizga. Dedi, bo'ldi qaytib kelmadi ishga deyapti. Uyda yegani, xarajati yo'q, kambag'al bolani qilayotgan qilig'i gapirgan gapi. Bu nima bu? Bu kibr bu. Qiyomat kunida birinchi bo'lib jahannamga kibrli kambag'allar kiradi deyilgan. Shogird so'kish eshitadi, ara to'pon shipiradi, shipirgan biz. Kerak bo'lsa ustasini patinkasini artadi, kerak bo'lsa mashinasini yuvadi, chunki ustozi u. Ustoz u. Ustoz otangdek deydi. Otangdan ham ulug' deganlar ham bor. Kerak bo'lsa bo'sh kunda borib uyini yerini chopib beradi kerak bo'lsa. Ustozi u. Firibgarlikni kim qiladi desa, firibgarlikni dunyoda eng pastkash insonlar qiladi degan ekanlar. Bozorlar,
Mashina bozor, qo'y bozor, mol bozor, lisabet bozor, meva bozor, do'ppi bozori, ustuvosh bozori, tillo bozori, qora bo'lsa ham tillo bozori bor. To'g'ri. Dollar bozori, hozir mana jinoyat, dollar olish, sotish, bankda qil deyilyapti. Haqiqatda bankda qilaylik. Agar dollar borlar bo'lsa, mana dollar bozori bor, tovuq bozori bor, qush bozori bor, baliq bozori bor. Endi esimdan chiqqan yana qanaqadir bozorlar bor. Endi u haligi nasha bozor, u bozorlar haqida gaplashmaymiz biz endi. U aldasa ham haromxo'r, yo'q, toza mana aka deb tozasi deb tozasini bersa ham u haromxo'r endi. U haqida gapirmaymiz. Endi Rasululloh alayhissalom aytdilarki, bozordagi narsalarda narxini ko'tarmanglar dedilar. Shu hadisni uncha tushunmasdan sharhini o'qidim. Sharhida aytdilarki, bozorda shundaylar borki, bir insonni narsasi sotilmasligi uchun narxini ko'taraveradi. Keyin miyamga urdi. Ha, bu mashina bozorida bor, mol bozorida bor, qo'y bozorida bor ko'proq bu. Shu mashina bozorida o'zidan aka yasab olganlar bor, guruhvozlar. O'zi qo'lidan bir narsani ish kelmaydi o'zi qo'polg'il aytganda. Ta'rifida bo'lgan kiyib olgan xolos. Mashina bozorida palonchi bo'lib tanilganlar. Chunki u kishimiz zo'ravonlik bilan 22 ta оборотлari bor mashina, 22 ta mashinalari bor kishimiz, 30 ta, 50 ta. Yo mol bozorda qorinni gumbullatib ishirib olib kirarlar. U kishim narx qilgan molga bir o'ta emas ekan. U kishim narx qilgan qo'yga bir o'ta olmas ekan. U kishim narx qilgan mashinaga bir o'ta olmas ekan. Mana siz bilan meni Xudodan emas, bandadan qo'rqishimiz. Kim o'shalar? 3 ta, 4 ta oldidagi bo'yni yo'g'onlarni olib yuradiganlar. Kim ular? Uni nimasidan qo'rqasiz? U kimki uni nimasidan qo'rqasiz? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Keyin bozorga kirmasdan bozorda oldida mevalarda, mashinalarda, umuman hamma narsani bilsa betmidi, u dumbilomedi, farqi yo'q. Bozorda ichidagi narxni ko'rsatmasdan turib eshik tagida majburiy tortib olib, tirikchilik qilib oila boqayotgan, uy qurayotgan mashina olib minib yurganlar. Rasululloh alayhisalom hadislari bor. Bilib oling. Rasululloh alayhisalom aytadilarki, haromdan o'sgan go'sht do'zaxda yondiriladi deganlar. Harom shu ishingiz sizni. Mana o'sha qurbonlikka hayvon olgani chiqqanimizda guvoh bo'lamiz. Eshik tagida beti ham qolmagan u. Kalish nima, bet nima farqi yo'q uni. Shunaqangi hali majbur beradi haligi bechora. 1.700.000 ga zo'r narxga sotiladigan qo'yni 1.200.000 dan so'rashni boshlaydi. U ham aytadi, aka bu tovuq emas, bu qo'y bu aka deydi. Oxiri shuni 1.300.000 ga sotib oladi bir narsa qilib yurib. Shu darajada surbet olib ketdik. Yo'lni bo'yida yerlarimiz bor, paxta, bug'doy yetishtiramiz. Ba'zi odamlar tomonidan davlat chetlarimizga ariqlar ichiga molni, qo'yni, itni o'ligini, undan tashqari har xil axlatlar tashab ketish ko'payib ketmoqda. Ba'zi birlardan chetda go'g'ida qattiq gapirib yuborasiz deb. Majburbizda. Nimaga desa, mana shu odamlar kim mana hozir? Birovni chekiga, uchastkasiga, yeriga itini, molini, qo'yini, axlatni tashab ketayotgan kim bu? O'sha o'lib qolgan mol nimaga o'zi nimada? Molda bu ham. Hayvon mana shu odam. Hayvon odatda axlatidan uyatmaydi. Ko'chadagi ariqlarga axlat tashayotganlar. Ko'chadagi ariqlarga qassoblar bor, noinsof, vijdonsiz qassoblar. Yig'ishtirishni kasbini. O'sha so'ygan hayvonini qonini, axlatini ariqqa oqizadigan vijdonsiz, uyatsiz qassoblar. Topayotgan pulingni halol deb o'ylaysanmi senlar? Shunaqalar. O'shuna qassobni bilsalaring olmaylar o'shandan go'sht. Sinib ketsin, pachag'i chiqib, so'ygan moli achib ketsin. Olmaylik o'shunaqani. Bilsin shuni. Mana Xudo uchun o'shani olmaylik. Nimaga bu yomon ish qilyapti? Bu mol so'yib qonini ariqqa oqizyapti. Mol so'yib ichidagi axlatini ariqqa oqizyapti. Bilsalaring olmaylar. Siz olmang, men olmay, qayerda sotadi go'shtini? Ras, seni kasbingmi bu? Chuquringni qil, yo kanalizatsiyali joydan pul sarflab joy ol, yo qushxonaga olib borib so'ydir. Yo'g'ida turib shu qassoblarni tekshiradigan ba'zi bir odamlarga ham g'ashim kelib ketadi-da. Pechat turib ketaveradigan. Mayli xafa bo'lsa o'laversin, meni g'iybat qildi deb. Qayerda so'yayotganini ham bil o'shani tekshirayotgan odam. Qana molni so'yyapti, qayerda so'yyapti bu? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Azza bu juda yomon narsa bu. Rasululloh alayhissalom suvni iflos qilmanglar degan. Hatto tahorat qilayotgan sahobaga qarab nima bu isrof dedilar. Ariqning ichiga tahoratingni suv tushmasin dedilar. Tahorat ibodat, g'usl ibodat. Shunda suvda ehtiyot qil degan din. Endi bu qassob bo'lsang, biz seni muammoingni biz ko'rmasligimiz kerak-ku. Mehmonxonangga so'y o'sha qo'yingni, molingni bo'lmasa. Mahalladagi o'sha boydek ko'tini ko'ylab yozishdi, o'shna qassobni ko'ylang.
boyga hasad qilib qo'yilaveradi bu. Mashinani qayerdan oldi, darvozani qayerdan. Senga nima qizig'i bor? O'zi alohida mutasaddi xodimlar bor. O'zi hamma yo'lda ko'rib oladigan. Sen yozma seni. O'shunaqangi qassoblarni yoz, mahallangni fohishani yoz, mahallangni nasha sotadiganni yoz. Yoz o'shunaqani. Ibodat bo'ladi. Nasha purish, jera purish, shunaqalarni ushatib berish ibodat. Ibodat bu. Nimaga? Bu xalqni qurti bular. Bu qurt bular. Ha desa to'palan qiladi. Hajga meni navbatim kelmayapti. Namoz o'qiysizmi desa yo'q deydi. Buni to'palangni men xolis deb bilmayman men. Sen kimsan desiz, to'g'ri hech kim emasman, lekin agar hajni farzligiga jon kuydirayotgan bo'lganda hajdan million barobar kuchli bo'lgan namozni o'qirdi-da u. Bunga meni kimligimni qizig'i yo'qda bu bahoga. Agar hajni farzligi uchun jon kuydirayotgan bo'lganda nimaga hajdan ustun bo'lgan namozni, hajdan ustun namoz, namozda ulug' ibodat yo'q. Nimaga buni o'qimaydi? Nimaga bunga jon kuydiradi bo'lmasa? Ras haj uchun jon kuydiryapsanmi? Besh mahalni dondirib tasha. Dondirib bor. Haj haqida so'rasangiz hech nima ma'lumotga ega emassangiz, yo'q boraman. Nimaga borasan? Savol. Madinaga nimaga borasan desa, men qayerdan bilay deyapti. To'palan qilib yurib, ochirib olganlar bo'lmasa. Nimaga Madinaga borasiz? Bilmayman deyapti. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Qarangda, bir yigit yozyapti-da buni. Hajga navbatdan o'tgan tog'a har kuni yo'lda bo'yida karta o'ynab o'tiradi. Ana hoj dedi. Nima dey shuni? Barakalloh hoj dedi. Deymi endi? Biz nima deyapmiz? Hajga borib keluvchilar namuna bo'ling deyapmiz-ku. Mana hajga har dushanba bizda o'qitilyapti mana. Shunaqalargacha qattiq gapirsak, bu qo'pol, palon po'kin. Endi haqiqat qo'pol tuyular endi. Hoj dedi o'ynamang iltimos. Ko'ngli sovib bo'ladi ba'dilari. Bugun nima bo'lyapti? Ko'chada karillaydi, opasi Dubayda. Ko'chada karillaydi, xotini Turkiyada. Senga bas, o'shna erkaklik eshitib ol. Kim bu senam? Kim bu senam? Bunday musulmonlar ko'payib qoldi. Beiymon bas, qalbida iymoni bor. Ayolini hatto telefoni chalik asramaydi. Telefonini ekrani bas, ekranining ustidagi zashitasi bo'ladi. Shu sinib qolsak achinganchalik o'zini juft haloli bo'lgan ayolini asramayapti, qizg'anmayapti, o'ylamayapti. Xudo nimaga erkaklarga qizg'on dedi? Nimaga ayollarga o'zingni ehtiyot qil dedi? Chunki siz bilan meni obro'yimiz uyimizdagi ayollarimizga qaysidir ma'noda bog'liq turadi. Xudo taolasi uyimizda bitta bizga tegishli bo'lgan ayoldan bir yomon gap chiqsin-da, hammamiz kallamiz qo'pol o'sam aytaman, chotimizga kirib ketadi. G'ururi bor erkak o'sha mahalladan ketib yoradi, uyatganidan, or qilganidan. Bugun nima bo'lyapti? Ko'chada karillaydi, opasi Dubayda. Ko'chada karillaydi, xotini Turkiyada. Senga bas, o'shna erkaklik eshitib ol. Kim bu senam? Kim bu senam? O'sha o'zingni qishlag'ingni, shahringni eng zo'r kuchlugimisan, yo boyimisan? Sen erkak bassan sen. Agar erkak bo'lsang, oningni, opangni, siningni, xotiningni boqib qo'yarding, qarab qo'yarding, malikadek olib yurarding. Erkak bo'lsang, keliningga zulm o'tkazmasding, o'shunaqa qaynatalar, zulm o'tkazayotganlar. Din mashi bo'ladi azizlar. Din u pataga borish bas din. Bu bitta mustahab chiroyli amal u. Ta'ziyaga borish, bizda pata deydi, chunki pata deyapman. O'zi pata degan so'z yo'q aslida. Ta'ziya deyiladi. U bitta mustahab, borsangiz savob, bormasangiz gunohi yo'q ish bu ish. Lekin men uchun vojib bu. Xudo bizni zimmamizga, bo'ynimizga ilib qo'ygan. Hali bo'yniga ilib qo'yganman deydi-yu. Xudo bizni ilib qo'ygan. Onani qonida Xudo erkak ayol bo'lishimizni hal qiladi. Dada buvimiz hal qilmaydi. Menga o'g'il kerak, xotin ikkita o'g'il tug'ib ber deya olmaydi u. Desa u ahmoqlik u. Onani qonida yotganimizni Xudo bo'ynimizga ilib qo'ygan. Nimaga bizni Xudo ayol kishi emas, erkak qilib yaratdi bizni. O'g'il bola qilib yaratdi bizni. O'g'il bola uylanadi, erga tegmaydi. Ha biz nima bo'lyapmiz biz? Qani erkaklik, g'urur, subut, labzimiz qayerda qolyapti? Balog'atga yetgan kunimiz hammamizga ikkita daftar ochilgan, dela ochilgan. Bittasiga savob, bittasiga gunoh yoziladi bolalar.
Tamam. Hozir siz bilan menda 17 yoshingda 3-sentyabrda nima qilgansan desa, esla, maktabga borganman, aqlni eslolmayman deymiz. Lekin daftarda turadi. Sen so'kingansan deydi. Yo bitta tog'ani sumkasini ko'tarish uyga tashab qo'ygansan deydi. Savob qilgansan deydi. Ana o'sha qiyomat kunida Xudo bizni figuramizga qarab, chiroyimizga qarab, prichoskamizga qarab Xudo muomala qilmaydi. Kitobga qaraydi. Amali zo'rmi? U qiyshiqmi, nogironmi, lo'limi, pachami? Biz o'ylagan lekin o'zi asli unaqa emas. U xaribmi, qora ishchimi deb qaraydi. Amaling zo'rmi, kir jannatga deydi. Lekin bunday qaraydi. Bu dunyoda dek kelganimizda hamma tika turib aka qilib kutib oladigan bo'lgan bo'lsak ham, noma'lum amal yomonmi? Ol deydi buni, tiq deydi, yondir buni deydi. Do'zax faqat o'tdan bo'lgan. Siz bilan meni uyimiz g'ishdan, qumdan, gipsakardondan bo'ladi. Do'zaxni pataloyigacha o't. Pol pataloy, devor, o'ng, chap, oldi, orqa, tepa, past, olti tomoni o'tdan bo'lgan. Qaq ochamiz. Qaqa ursak do'zax. Uni qa'ri, chuqurligi necha kilometr ekan desa, bir zot aytgan ekanlar. Do'zaxga narsa tashlasang 70 yilda tagiga yetib boradi degan ekanlar. Hatta kim qochadi? Hatta agar Alloh, buyuk Alloh qutqarmasa, kim qutqara oladi bizni? Hech nima qutqara olmaydi. Shuning uchun men sodda va lo'nda qilib gapirishimdan maqsad masalarga ilinib, yaxshi ko'rib, ikkinchidan biz vazifamiz, imomlarning vazifasi xalqqa to'g'ri nima, noto'g'ri nima tushuntirish, yetkazish. Akalar, ukalar, ko'zni oching, uyg'oning endi. Bo'ldi, to'xtating. Endi men o'zim bilaman, nima aybim bor, gunohim bor. Siz o'zingiz bilasiz. Zino qilayotgan yigit, to'xtating zinoingizni. Ichayotgan yigit, men u neslida aytmayapman men. Tushunayotgandirsiz. Ichmang, to'xtating. Koni zarar buni. Rasululloh alayhisalom ummul habois dedilar. Mas qilguvchi narsalar iflos, yomon ishlarning onasi dedilar. Jinoyat, gunoh ishlarda hammasini kaliti aroq, nasha, geroin va mas qilguvchi narsalar. Tashing, tavba qiling. Xudo Qur'onda yuhibbut tawwabin dedi. Tavba qilganni men yaxshi ko'raman dedi. Alloh quvvat bermasa ibodat qila olmaymiz. Alloh quvvat bermasa, yordam bermasa, gunoh ishlardan qayta olmaymiz. Shuning uchun biz bandalar bir burchimiz bor, shuni unutmasligimiz kerak. Bizi bandalik burchimiz, vazifamiz doim Xudodan yordam so'rash. Nima desa hamma ishda. Gunoh ishni tashashga, ey Allohim yordam ber, quvvat ber, imkon ber va sabablarni menga ko'rsat, bildir. Nima qilsam shu qiladigan yomon ishimdan qutulaman. U ishingizni nimaligini siz bilasiz, u ishni nimaligini men o'zim bilaman. Hammani o'zini aybini, kamchiligini va qaysi gunohlarni doim va bemalol qilayotganini hamma o'zi biladi. Va ibodatda ham shu, ya'ni yaxshi ishni qilishlikda nimaga suz va dangasa bo'layotgan bo'lsak, yo o'sha ishga bir jur'at qilib qo'l urib olmayotgan bo'lsak, ey Allohim yordam bergin, imkon bergin. Shu ishni qilishlikka Xudodan biz doim duo qilib yordam so'rashimiz kerak bo'ladi. Adashmasam ilgari kuni tilovat qilib o'tildi taroveh namozida. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada." Sadaqallohul azim. Alloh bizga xabar beradi. Qayerda bo'lmanglar, sizlarni o'lim topib oladi. deb turib kengroq tushunishimiz uchun Alloh aytadiki: "Walau kuntum fi burujin mushayyada." Agarchi baquvvat, mustahkam, odam bolasi kira olmaydigan, odam bolasi buza olmaydigan binoda bo'lasizlarmi, saroyda bo'lasizlarmi, bir qal'aning ichida bo'lasizlarmi, shuni ichida bo'lsalaring ham sizlarni o'lim topib oladi deb Xudo bizni ogohlantirib qo'yadi. O'lishimiz haqida. O'lim haqida 100 dan oshiq oyat bor va necha yuzlab hadislar bor. Sabab o'lganimizdan keyin bu dunyo biz uchun tugaydi, bu dunyo boshlanadi. Barzax hayoti deydi. O'liklar uchun ham alohida hayot bor. Bizgidan farqi yemaydi, ichmaydi, kiymaydi. Bunaqangi hayot emas, boshqa hayot.
O'lgan inson uchun bu dunyo tugaydi. Endi unga bo'ladigan muomalotlar, u chiroyli muomala bo'lsin, xunuk muomala bo'lsin, endi bu dunyoniki bo'lmaydi endi. Ruh chiqishiga u inson uchun bu dunyoning muomalasi tugaydi. Xudoning rohatini, xabarini beruvchi farishtalar ham, yoki Xudoning azobini, qiyinchiligini beruvchi yo olib keluvchi farishtalar ham bu dunyoning rohatini, bu dunyoning azobini bermaydi. Bu dunyoniki bo'ladi. Boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun Xudo o'lishimiz haqida juda ko'p oyatlarda xabar bergan. Boshqa bir oyatda aytadiki, Sa'idbillah innal mautalladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sizlar hammalaring o'limdan qochib yurasizlar, lekin o'lim sizlarga yetib oladi. Boshqa bir oyatda Sa'idbillah kullu nafsin da'iqatul maut. Har bir tirik jon borki, u o'lim degan sharbatni ichadi. Bu degani o'ladi degani. Rasululloh alayhissalom o'limni ko'p eslanglar deganlar. Chunki o'limni ko'p eslash insonni tarbiya qiladi, tarbiyalaydi. Bu dunyoga bo'lgan mehr muhabbatini yo'qotadi. Chunki hamma yomonliklarning asosi dunyoni yaxshi ko'rishdan kelib chiqadi. Dunyoni yaxshi ko'rgan odamdan qo'rqqin deydi. Dunyo deganda shu dunyo matolari, pul, mansab, obro', hozir yoshlarda yangi termin chiqqan, avtoritet deydi. Mana avtoritetimga to'g'ri kelmaydi bu deydi. Yo mana avtoritetimga to'g'ri kelmaydigan ish qildi bu deydi. Shu dunyo matolarini yaxshi ko'radigan insondan qo'rqqin deydi. Nimaga desa, chunki dunyo matolarini yaxshi ko'rgan inson o'sha yaxshi ko'rgan narsasiga erishishlik uchun har qanday gunoh, har qanday jinoyatdan tap tortmaydi, qaytmaydi. Kerak bo'lsa odam o'ldiradi, mansab uchun, pul uchun. U qolgan mayodagi mayda ishlarni qo'ying, fitna qilish, hijolat qilish, tuhmat qilish, u bo'xton qilishni qo'yib turing. Hatto pul uchun, mansab uchun u dunyo ichiga ayol ham kiradi. Kerak bo'lsa ayol uchun ham bir-birini o'ldirganlar bor kerak bo'lsa. Shuning uchun dunyoni yaxshi ko'rgandan qo'rq deydi. Chunki u har qanday yomon ishga qo'l uradi, xiyonat ham qilaveradi, tuhmat ham qilaveradi. Do'stingiz bo'lib turib aytamiz, orqamdan pichoq urdi deymiz. O'zi pichoq urmagan bo'ladi, xiyonat qilgan bo'ladi. O'sha do'stiga qanaqadir nimanidir tuhmat qiladi. Do'sti qilmagan ishni yo qildi deydi, yo qilgan ishini qilmadi deydi. Tubi tagi dunyoni yaxshi ko'rishdan kelib chiqadi. Nimaga poraxo'rlar pora olyapti? Sabab pulni yaxshi ko'rganligi uchun. Nimaga tupa-tuzuk odamni tuhmat qilib, bo'xton qilib, o'tirgan joyidan yo'qotib, o'zini o'rniga o'tirmoqchi bo'lyapti, o'shaning o'rniga. Dunyoni yaxshi ko'rgani uchun. Nimaga savdogarlar yolg'on gapiryapti? Rost gapirsa 55 ming so'm qoladi. Yolg'on gapirsa 155 ming so'm qoladi. Dunyoni yaxshi ko'rganligi uchun mani ummatim emassan, yolg'on gapirsang, aldasang degan narsadan ham qo'rqmayapti. Rost gapirib 55 mingni tanlamayapti, yolg'on gapirib 155 mingni tanlab 100 ming so'm pulni deb ummatlikni alishtirib qo'yyapti, sotib yuboryapti. Shuning uchun biz shakllanayotgan yoshlar dunyo nima ekanligini tushunaylik. Dunyo otasi o'lganlar bo'lsa, biling, dadangizdan ham qoldi shu dunyo. Yo dadam hayot desangiz, opoqingiz o'tgan. Yo opoqim ham hayot desangiz, opoqingiz dadasi o'tgan va qo'shnilarimiz o'tgan. Dunyoda taniqli odamlar o'tdi degani o'ldi degani. Vafot qildi. Lekin shular birortasi shuncha yillar haloldan topganmi, haromdan topganmi, dunyosini olib keta oldimi? Yo'q. Olib keta olmadimi? Undan oldingilar ham olib keta olmagan. Biz ham olib keta olmaymiz, bolamiz ham, nevaramiz ham. Qiyomat kunigacha bo'lgan qaysiki bir inson o'lsin, u to'plagan dunyosini olib keta olmaydi. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Bir boy odam o'rtoqlarini yoshi katta bo'lib o'layotganini eshitib, qarasa hamma o'rtog'i o'lyapti, uyi qolib ketyapti, tuyasi qolib ketyapti, oti qolib ketyapti. O'sha paytlarda ham ofislar bo'lgan, ofislari qolib ketyapti, hamma yo'q qolib ketyapti. U ham anchagina puldor odam ekan, bir olimning oldiga borib, "Men shuncha yillar pul to'pladim, boylik to'pladim, o'rtoqlarim o'lganini ko'rdim, hammasi narsasi qolib ketyapti. Men shu narsalarimni qolib ketishini xohlamayapman. Nima qilsam olib ketaman, go'rimga, oxiratimga" desa, "Qanchasini olib ketmoqchisan?" desa, "Hammasini" degan ekan. Unda hammasini ehson qil degan ekan. Shunda olib ketasan degan ekan. Cho'ntagimizda 100 ming so'm pul, 1000 so'mlik pachka. Haqiqiy muhtoj odam kelib pul bering dedi. 10 ming so'm berdik. 90 ming so'm cho'ntakka qoldi. O'sha qolgan 90 ming so'm birovniki, bergan 10 ming so'm bizniki hisoblanadi. Ehson qil va shunday yo'lga chiqdik, mashina urdi, o'ldik. Hali 10 ming so'm olib ketamiz. Berdik-ku, o'sha biz bilan ketadi.
cho'ntagida 90 ming so'm bo'ldi qolib ketdi u. Bu degani Xudo bizga pul rasod qilishlikni Qur'onda juda ham zo'r ta'lim berib qo'ydi. Sayyidina iza anfaqu deb Xudo oyatda aytadi. Shunday bir bandalarim borki, ular pul ishlatadigan, bir ish qiladigan bo'lsalar, ro'zg'or, xarajat, dori, uy qurish, mashina olish, ust-bosh kiyish, oshno-og'anchilik, dasturxon, umuman rasxot hayotdagi. Yashash uchun pul kerak. Shuning uchun tirikchilik farz hisoblanadi. Pul topish farz hisoblanadi. Dangasani Xudo yomon ko'radi, pul topmaydigan odamni. Xudo shu pulni rasxot qilishni bizga o'rgatadi. Shunday bir bandalarim borki, ular pul ishlatadigan bo'lsalar, pishiqlik qilmaydilar va isrof ham qilmaydilar. Shuni o'rtada me'yorini ushlaydilar. Ya'ni iqtisod bilan pishiqlik ham qilmaydi, isrof ham qilmaydi. O'rta me'yorda. Bu degani ro'zg'orni ham o'rta me'yorda qilaylik. Bugun 4 so'm pul topgan odam bo'lib, isrofgarchilikka qo'l urib, haddan oshib, uni ham qilmaylik. Yoki pishiq ham bo'lib, uyda bizni topig'imizga qarab o'tiradiganlar bor. Qari otamiz, onamiz, ayolimiz, go'dagimiz. Yeyish kerak bo'lgan narsaga pulimiz bo'lib turib, olib bermay yurmaylik, olib beraylik, yesin. Kiyish kerak, dadamiz, onamiz, ayolimiz, bolamiz. Pulimiz bor, olib bering kiysin. Haddan oshmasin. $4000 ga dublonga olib bermang. Bu isrof. Shu nima deydi? Xijolat bo'lmaydigan, sovuqdan to'sadigan, o'ziga yarashimlik olib bering shu. Haddan oshishni ham Xudo yomon ko'radi, pishiqlikni ham Xudo yomon ko'radi. Shu kunlarda shu uydagi a'zolar uchun pul o'shani qo'lida, lekin sarflamaydi. Dorisini olib bermayapti, bolasini dorisini olib bermayapti. Uyda shunday otalardan shikoyat ko'payyaptiki, qattiq qo'lligidan kerak bo'lsa 50 ga kirgan bolasini ham topgan pulini tiyinigacha olib qo'yadi, lekin o'sha bolasini xotini bor, bolasi bor. O'sha ayoliga, bolalariga kerak bo'ladigan rasxodlarga pul bermaydigan dadalar haqida shikoyatim ko'payib ketyapti. Bu dada, buva, opoqi, katta buva degani bu xohlaganini qiladi degani emas bu. Hamma ota-onalikda, farzandlikda hamma narsada o'lchov bor, me'yor bor. Otani haqqi yo'q bolasini ketmon sop bilan urishga. Yo achchig'i kelganda qo'lida nima turgan bo'lsa otib yuborishga haqqi yo'q bolasiga. U daskallamidi, u boltamidi, yo lo'mmidi? Odob uchun qattiq tegmoqchi bo'lsa, jarohat yetkazmasdan qattiq tegishga haqqi bor. Ana endi qattiq qo'llikda ham kerak bo'lsa, to'g'ri, ota-ona rozi, Xudo rozi. Lekin oddiy xotini uchun olib beradigan bir dona narsani ham dada, xotinimga ro'molcha olib bersam maylimi? Deyish bu nima bu? Hayotmi shu? Shuni dadalar eshitib olsin, qaynatalar eshitib olsin. Haddidan oshmasin, qattiq qo'llikda u asabini boshqa narsaga ko'rsatsin. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal. O'zini asabi bilan uydagi bolalarga zulm qilayotgan ota-onalar soni ko'payib boryapti. O'g'lini qizg'anib turib, ona kelinidan o'g'lini qizg'anib, o'g'lini oilasini buzasan deb turgan onalardan shikoyat kelyapti. Tasavvur qilyapsizmi? O'g'lini o'zi uylagandan keyin kelinidan o'g'lini qizg'anyapti. Bu juda ayanchli holat bu. Shuning uchun endi ko'proq yoshlar o'tiribdi, lekin yosh kattalar, ayolimiz qayna bo'lgan ayollarimizga borib shu narsalarni tushuntiraylik biz. Zulm qilmasin o'g'liga, keliniga, nevarasiga. Shuna qilasan, mashi bo'ladi. Shuni qilmasang men noroziman deb o'g'li yo kelini yoki nabirasi toqat ko'tarmaydigan talablarni qo'ymasin. Sharoit ko'tarmaydigan talablarni qo'ymasin. Qo'lidan kelmaydigan ishlarni qo'ymasin unga shart qilib. Kelini kasal, dada nimadirmish? Xotiningni tashqariga olib chiqib ishlatalmaydigan bo'lib qoldingmi? Nimaga chiqib ana yerda ishni qilmayapti deyapti. Xotini kasal, operatsiya bo'lgan, yotibdi. Maysadan kelgan, lekin quvvati yo'q. Jarohat yetgan joyi og'riydi. O'sha kasal ayolini ehtiyot qilgan o'g'ilga o'g'lini nima deydi, bir kuragida turmaydigan gaplarni gapiryapti ota. Sen xotiningdan qo'rqasan deyapti. Shuncha xotiningga chiq, ana ishni qil deyalmayapsan deyapti. U bola kitob o'qiydi, jumalarda maviza eshitadi. Xotin Allohning omonati ekanligini juda yaxshi tushunadi. Lekin ota kitob tugul, juma tugul juda ham nasihat eshitmaydi. Oilani o'zini fikri bilan, noqis, hech qanaqangi fahmi yo'q aqli bilan oilani boshqaryapti. Xudo saqlasin. Shuning uchun bunday ota bo'lishdan Xudo saqlasin. Duo qilaylik, Allohim ibodatlarimizni qabul qilgin, kamchiliklarni, xatolarni kechirgin, qiyomatni yuzimizga qaytarib urmagin.
tutgan va tutadigan ro'zalarimizni ulug' dargohingga qabul qilgin. Bu ro'zalarimiz qiyomat kunida bizni shafaat qiladigan, do'zaxga parda bo'ladigan ro'zalardan bo'lishni Allohim o'zing nasib va ro'zi aylagin. Mana o'lim haqidagi oyatda o'qidik. Allohim o'lim soatlarimizni o'zing oson qilgin. Huzuringga nur iymon bilan borishni hammamizga o'zing nasib va ro'zi aylagin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahman.